Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan xalqimiz orasida keng tarqalgan bo'yin og'riqlari, bo'yin girjasi haqida gaplashib o'tamiz. Bo'yin girjasi sabablari va kimlarda ko'proq uchrashini aytib ketaman. Girja nima, bo'yin og'rig'i nimaligini bilish uchun avvalo birinchi sizlarni umurtqa pog'onasi bilan tanishtirib o'tib ketaman. Umurtqa pog'onasi 32-34 ta umurtqa pog'onasini tashkil topgan bo'ladi. O'shandan 7 tasi bo'yinda, 12 tasi ko'krakda, 5 tasi belda, 5 tasi dumg'ozda va bitta ikkitasi dumni tashkil etadi. Bo'yin girjasi yoki bo'yin og'riqlari kimlarda ko'proq uchraydi? Shofirlarda, kompyuter oldida ko'p ishlaydiganlarda, tikuvchilarda ko'proq uchraydi. Chunki bir pozda ko'p o'tirib tikish qilganda bo'yindagi muskullarning qon aylanishi sekinlashib, kunma-kun muskullar qotishga boshlaydi. Bu xalq tilida tuz yig'ildi deydi. Bora-bora bu tuz yig'ilmaydi. Aslida bu muskullarning degenerativ va distrofik funksiyasi buziladi. O'shandan keyin osteoxondroz shakllanadi. Osteoxondroz davolamasa bora-bora protezga aylanadi. Protezga bora-bora protezga keyin girjaga aylanadi. Bo'yinda girjasi bor insonlar shikoyatlari ensa sohasi, boshning orqa tomoni va yelka, qo'llarda uvish bilan shikoyat qiladi. Sizlarga yana ham tushunarli bo'lish uchun men bu rasm orqali chuqurroq tushuntirib beraman. Mana bu bo'yin umurtqalari, mana bu bo'yindan chiqayotgan sariqlar bu nervlar. Bo'yindan 7 juft nerv chiqadi. O'shandan birinchi, 4-chi segmentdan chiqayotgan nerv bo'yinning orqa tomoni va ensa tomonini nerv bilan innervatsiya qiladi. Agar sizda birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'yin umurtqangizda girja, osteoxondroz bo'lsa, og'riq sizning ensa sohangizda va bo'yinning orqa tomonida kuchli og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. 5-chi, 8-chi bo'yin umurtqalari bu yelka va qo'llarni innervatsiya qiladi nerv bilan. Agar sizda o'sha sohalarda S5, S6, S7 da girja, osteoxondroz, protruziya bo'lsa, yelka sohasi va qo'llarda kuchli og'riqlar va uvishlar bilan namoyon bo'ladi. Bu og'riqlardan qutulish uchun sizlarga uy sharoitida qilinadigan mashqlarni qadam-baqadam ko'rsatib ketaman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz. Yuqorida ko'rsatilgan mashqlardan tashqari, mana bu Shans Foratnikovdan foydalansangiz ham bo'ladi. Mana bu Shans Foratnikov, mana bu yerda kopchoktasi bor. Hozir bo'yinda qanaqa taqilishini ko'rsatib beraman. Olasiz mana buni. Bo'yingizga taqasiz. Bo'yingizga taqasiz. Mana bu yerda yopishtiradigan tochkalari bo'ladi. Yopishtirasiz. Bu yerda balonchik bo'ladi. Balonchikni yopib damlamiz. Bu bo'yningizni umurtqalarning cho'zishiga va o'sha umurtqa pog'onasida qon aylanishini yaxshilab beradi. Mana bu umurtqa pog'onangiz bo'lsa, o'zi asli umurtqa pog'onasi bizga purjin amortizatsiya vazifasini bajaradi. Mana shu hozir umurtqa pog'onasida qo'ygan Shans Foratnikimiz umurtqani cho'zishga yordam beradi. Umurtqa cho'zilgandan keyin nervlarning nerv o'tkazuvchanligi yaxshilanadi. Buni
uy sharoitida kunda 2-3 mahal 30 minutdan 1 soatgacha taqish mumkin. Bu amaliyot albatta yuqorida ko'rsatilgan mashqlarim bilan birgalikda qilinsa juda yaxshi natija bo'ladi. Mana bu shaft-protezini qo'ygandan keyin bemalol uydagi ishlarni qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.